Barchaga assalomu alaykum, sizlar Ranzijon kanalidasizlar va bugungi videorolikimizda sizlar bilan Minecraftdagi top life hacklarni ishlab ko'ramiz. Qanunda joylarga yaxshilab o'rnashib olib, yeb ichgan sayin olib kelinglar. Men videoni boshladim obunachilar. Aytgancha obunachilar video boshlanmasdan oldin videoga kirib, birdan like bosib kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Shunda men g'oyatda xursand bo'lgan bo'lardim. Qanunda gapni chizmasdan life hacklarni boshlaymiz. Obunachilar ko'rasizlar, creeperni potlaganda ko'proq joy oladi mana. Portlab ketadi. Sizlarga bu joyni umuman bitta blokni sindirish orqali olishni o'rgataman. Birinchi like farqimiz shundan iborat obunachilar. Mana o creeperni bu yerga qo'yib olasizlar. Mana okey qo'yib oldim mana obunachilar. Endi buni yo'qasizlar mana. Ko'rasizlar, oddiygina bitta blokni o'zi sinadi mana. Oddiygina bitta blokni sinadi. Xo'p, yana bir marta takrorlab ko'rsataman. Mana shu yarimtali blokni olasizlar, qo'yasizlar va creeperni shu yerga ustiga qo'yasizlar va zajgalkada uni yo'q qilasizlar. Mana tamom obunachilar. Va bu sizlarga pulsga ishlaydi o'yin davomida. Okey. Unda ikkinchi life hackimizga o'tamiz obunachilar. Ko'rasizlar, bularni qo'yib olamiz joyiga obunachilar. Xo'p, okey, bularni qo'yib olamiz. Ikkinchi life hackimizda bizda hozir taxtadan, taxta kerak bo'ladi va yotoq kerak bo'ladi. Bittasini olamiz. Yotoq va Ender Dragon kallasi kerak bo'ladi, bosh kerak bo'ladi. Buni video davomida kerak bo'ladi. Bu ana shu qaranglar, obunachilar, birinchi ikkita taxtani qo'yib olasizlar, obunachilar va uning tagiga ana bu yerga bitta Ender Dragonni nimasini qo'yib olasizlar. Kallasini va bu yerga yotoq qo'yib olasizlar. Mana men buni YouTube'da ko'rdim obunachilar, yo o'xshaymikan, yo'qmikan ko'rib olamiz hozir. Obunachilar, xo'p, to'n qilib olamiz, to'n qilishimiz kerak. Time night. Ko'rasizlar, kechqurun bo'ldi. Yomma-yo, soni qo'yib qo'raligini. What the hell, bro? Xo'p, unda gapni cho'zmay. Xo'p, uxlaymiz. Qarang. Ko'ziga qaranglar. Yomma-yo, ko'rasizlarmi obunachilar? Qanaqa animatsiya berdi ko'zi? Ko'rasizlarmi obunachilar? Xo'p, yana bir marta ko'rsatishim mumkin sizlarga mana. Time kech qilamiz mana. Deb yaxshi bilan buzib tashlaymiz bo'ldi. Hop, короче, o'rganib olsanglar bo'ladi obunachilar. Mana o'rgatib o'taman yana. Bir, ikkita taxta qo'yasizlar. Oson obunachilar. Shu yerga qo'yasizlar va bu yerga yotoq adashib uzr obunachilar. Mana yotoqni qo'yib olasizlar, mana bu yerga yotasizlar va ko'zi Ender Dragon ko'zi qanaqadir ko'rinib, ko'zlaringizga kelib oladi. Xo'p, mayli mana obunachilar. Ko'rasizlar, mana shunaqa life hacklarni ham bor obunachilar. Xo'p, life hackimiz juda ham qisqa bo'ldi obunachilar. Agarda yana bir ko'ruvdim obunachilar, uzr obunachilar, yana bir YouTube'da ko'ruvdim life hack. Bu life hack qilib ko'rdim, o'xshamadi obunachilar. Xo'p, mana shu life hacklarimiz bilan sizlar bilan men Ranzijon bo'ldim obunachilar. Keyingi videolarga ko'rishguncha sog' omon bo'lasizlar. Videomiz shulardan iborat edi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz. Keyingi videolarda xayr, sog' omon bo'linglar do'stlar.